Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar, bizni kuzatib borayotgan YouTube ahli. Bugungi videoroligimizga aziz aka-ukalar xush kelibsizlar. Bugun men Noxoya do'stida, ya'ni Garovtidaman, aziz aka-ukalar. Nima sababdan kelganimda hozir mana shu bedaning ichida turganimni bilib olsalaringiz kerak. Chunki bu yerda 20 gektar beda sotiladi aziz aka-ukalar. Nasib bo'lsa, ertadan keyin o'rishni boshlaydi. Bu yerda 10 gektarni ertadan keyin o'rishni boshlaydi. Yana u yoqda 10 gektar beda bor. Uni ham nasib bo'lsa, hozir suv quyildi, uni ham o'rib boshlaydi. Xo'p, maqsad kimda kim oldindan beda olaman degan aka-ukalar bo'lsa, ko'proq olaman degan aka-ukalar bo'lsa, bemalol kelasizlar, o'zingiz ko'rasizlar, kimga necha gektar kerak, menga shuncha kerak deb olishlaringiz mumkin. Men oldindan egasi chaqirdiki, video qilaylik, shtabi odamlar kechikmasdan kelib ko'rib, isbit qilib olib qolishlarini tavsiya qilyapman sizlarga. Mana ko'rib turibsizlar, bedaning uzunligini birinchi o'rim toza beda. Mana shu naryoqdan to bu yoqqa qadar obshi 20 gektar. Assalomu alaykum barodar aziz, patishga muhtaram xush omaded ba kanaliman. Imroz mo qaror dorim Noxoya do'sti, Garovtidayam barodaro. Ijada 20 gektar jumishqa furushiyay barodaro. Ina omadim peshaki syomka kadestim ki pagay degan nasib bo'lsa, dravidana sar mekina. Bad qoqmeshava srazi pris mekina. Bu nasib bo'lsa miyom vaqti dravidanda priskadanda miyom video mekinim برای شما kida darkor bo'lsa peshaki biyoyin ay pesh beninam chand qad شما da darkoray 2 gektaray 3 gektaray darkoray miyoyin amiqasha megirim gufta chi mekinin zaynit mekinin megirin bad priskada metya hay kasida ma'qul shida bo'lsa numrosh dar ekranay zang mezanin soyib shati chaqchaq mekinin narx navosha gam mezana adresa mepartaya miyoyin xaridori mekinین ما را فریاد کرد که همه پیشکی آدما خبردار شوه ویدیو کردیم برای شما های با چی میگیم کسی در معقول باشه بیاین خریدار کنین های زنده و سربلند باشین تا ویدیو آینده را